Man G'aniyeva Jonon 1955-yilda tug'ilganman. Mana shu klinikaga 3-4 yildan beri kelib, har 6 oyda davolanib turaman. Yaxshi, menga juda ham ma'qul. O'tdagi medpersonajlar hammaligi e'tiborli, juda ham hamma joy ozoda, chiroyli, saramjon. Shifokorim Muhayyo Abdullayevni juda ham yaxshi e'tibor bilan qaraydilar. Nevropatolog mana Shoiraxon Po'latovna har kuni tushaman, fiziolecheniyalarga tushaman, massajlar olyapman. Boshimga mana ko'p quyma osma dorilar qo'yishadi. Xudoga shukr, yaxshiman. Men bu klinikadan juda ham men uchun ma'qul, juda ham roziman. Hamshiralar ham juda shirin so'z, e'tiborli, dam-badam kirib xabar olib turishadi. Hammalariga katta rahmat.